Bu limon. Uni ustiga har qancha shakar sepsam ham ichi shirin bo'lib qoladimi? Aslo. Limonni kesib siqsak, undan limon suvi tushadi. Shiringina apelsin suvi emas. Biz atrofimizdagi ayrim insonlarni xuddi limon ustiga shakar sepib shirin qilmoqchi bo'lgandek o'zgartirmoqchi bo'lamizda. Ularning achchiq gaplaridan yoki bizga nisbatan negativ fikrlaridan ozorlanamiz va ularni isloh qilishga chalishamiz. Bu befoyda. Insonning ichida ne bo'lsa, shu chiqaveradi. Yechim yo'qmi? Zardali gaplarni ko'tarib yuraveramizmi? Yechim bor. Limonni shu nordonligicha simiramiz. Bismillah. Qilsak, ular rohatlanishadi. Aksincha, xuddi bu limonning suvi bizga juda ham manzur kelgandek, rohat bilan, mazza qilib o'tkazib yuborsak, so'zlari ta'sirini yo'qligini bilgach, o'zlari chekinishadi. Masalaning mohiyatini angladingiz-a? Juda go'zal. Obuna bo'lishni unutmang. Istoriyalarimni ham kuzatib borsangiz, ajib anglashlar olasiz. Salomat bo'ling.